Assalomu alaykum ammalarimizga yana bir bor. Bugun 19-avgust 26-yil. Ikkita yostiqlarimizni ichkilari tikildi. Mana bittasini rosta holati. Ko'pakchalik. Mana zamok joylari 05 qilingan. Mana bu esa chappa holati. Mana tikilishlari. Averlodan chiqqan guliga tushirilgan yostiqlarimizni. Hozir men sizlarga buni kiyitilgan holatini ham ko'rsataman. Mana aziz opa-singillarim, ikkita yostig'imizni kiyitib, mana zamoklariga kiyitib, gulini gulga tushirganman. Mana bironta joyi salqi kelib qolmagan. Ko'paklarni ham chiroylisidan qo'yilgan. Mana buni ham gulga tushgan. Mana zamokimiz. Kimga shunaqa komplektlar, yostiqlar, ko'rpachalari bilan, lo'lalari bilan kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsalaringiz, tikib tayyor qilib beraman. Bu ikkita yostig'imiz sovg'aga. Nasib bo'lsa, bugun kechga o'z egasiga yetib boradi. Sovg'a uchun taxladi.